Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kelinlarimiz uchun oddiy salom uchun mo'ljallangan falda tikamiz. Buning uchun qaranglar, men hozir eskizini qog'ozda ko'rsatib beraman, keyin amaliyotga o'tamiz. Qaranglar. Materiali bo'yi va eni. Eni ko'pincha men tanlagan setkada 1.70 даже 2 metrgacha boradi. Sizlar kvadratik qilib olasizlar, agar dumaloq sharf xohlasanglar. Agar 1 ga 2 metr oladigan bo'lsanglar, uzun bo'y baravar falda qilmoqchi bo'lsanglar, bunaqasiga o'sha bo'y baravarga 2 metr qilib olasizlar. Ana hozir shu yerda o'zida 1 metr bo'ladigan mana 1.70 eni deylik. Matoyimizning eni 1.70 bo'lsa, mana 1.70. Men bugun dumalog'ini sizlarga ko'rsatib beraman. Cho'zinchog'i uchun matoni ikkiga buklab turib, mana shu turishida. Keyin to'rtga buklaysizlar yana bitta va tuxum shaklida bichib olasizlar. Ammo hozir biz dumalog'ini bichamiz. Matoyimizni mana shu ko'rinishda ikkiga buklab olamiz. Endi ortiqcha kesamiz. Mana. Burchak. To'rtta burchagi teng burchakli matoyimizni hosil qildik va buni mana shu o'rtasidan, mana ko'rasizlar, buklov tomoni. Yana bitta buklaymiz. Mana shu ko'rinishda, agar sizlarda ortiqcha joylari bo'ladigan bo'lsa, eng kichkina qismini olasizlar. Taxmin qilamiz. Mana bu yopiq tomoni. Yana bitta buklasa ham bo'ladi. Turishda mana yana bitta buklaylik. Kichkinaroq bo'ladi-da. Mana qaranglar. Hamma yog'i buklovda. Endi sharfimizning uzunligini qo'yib olamiz. Menda 80 chiqdi. Sizlarda bir chiqishi mumkin. 80 bo'lsa, mana taxminan mana shu burchakdan 80 sm o'lchanadi-da, dumaloq shakl beriladi. Kesamiz. Mana dumaloq sharfimiz hosil bo'ldi. Kelin salom uchun. Buni chetlarini xohlagan furnituralar bilan bezatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shakilda. Mana endi men hozir sizlarga o'zimni tanlaganimni ko'rsatib beraman. Tushunishingiz uchun oldindan maketda yasadik. Endi mana mendiga setka. Mana setka burchakda turibdi, boya ko'rsatganimdagi. Menda sal mana bunaqa boya kesib tashladim-ku qog'ozda. Shunaqa lishnisi bor. Men uni kesib o'tirmayman. Hozir birato'la kesilib ketadi. Men tayyorlab qo'ydim buni. Hamma yog'i buklovda. Mana endi hozir men mana bu yog'ini ham ko'rsatib 80 sm dan o'lchab buni kesib xuddi shunaqa dumaloq hosil qilaman va chetlariga mana bunaqa o'zini rangida piston olib keldim. Mana shuni tikib olaman. Hozir birgalikda kesamiz. Yana ham uzkiroq qilib olamiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun va qaranglar. Bundoq qilib buklaganimda bu yog'ida ko'rinmaydi. Eng kichkina bo'lagimiz bu yoq tomonida chiqyapti mana. Endi hozir men buni ham bulavkalab olaman, chunki surilib ketadi. Bulavkalab olamiz. Mana. Ko'rinyapti. Mana shu burchakdan 80 o'lchaymiz. Mana birni qo'yib olaman. Даже mana 80 chiqyapti. Mana shu 80. Bu joyini o'zgartirmagan holatda 80 lik radius chizamiz.
Mana bo'ldi. Endi kesib olamiz. Xuddi qog'ozni kesganimdek shu joyini kesib olamiz. Bu ortiqchasini olib tashlaymiz. Buni ham bulovkalardan bo'shatamiz. Mana ko'rdingizmi ko'rinishi? Mana bunaqa hosil bo'ldi. Bulovkalarni olganimizdan keyin rezultatni ko'rsataman. Mana. 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 Buklovda. Va buni ham ochsak, dumaloq fata bo'lib chiqdi. Yana bir narsani eslatib o'taman sizlarga qizlar. Agar bunaqa furniturasini qancha olishi bilmasanglar, bilmayotgan bo'lsanglar, hozirgidek taxlam holatiga qo'yasizlar-da, mana taxlama. Maksimal qo'ydim. Necha qavat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana 7 qavat. Mana shu joyini santimetrda o'lchaysizlar. Mana o'lchaymiz taxminan 7. Masalan, kichkina bo'lgani uchun 7 bo'lsa, kattada 70 deb hisoblaylik. 70 bo'lamiz. Hozir 7 qavatga, to'g'rimi? 70 bo'lamiz 7 ga. Qavatimiz 7 qavat bo'lgani uchun barobar 10 metr ketar ekan. Agar mana bunaqa holatda. Mana bu furniturani qancha olishi hisobi bu. Endi bo'lsa buni tikamiz va men sizlarga rezultatni ko'rsataman. Birinchi bo'lib mana bu ko'rinishda sitkasidan kesib olamiz. Kesib chiqamiz. Keyin bunaqa hosil bo'ladi. Buni mana bu ko'rinishda atrofiga qo'yib tikib olishimiz kerak bo'ladi. Mana qizlar, sharifimiz tayyor bo'ldi. Uzunligi mana shundoq bo'ldi. Hozir bu manekenni o'zida bo'ksidan turibdi, lekin bu ancha teparoqdan turadi, chunki buni manekenda boshi yo'q. Mana shunaqa, buni o'z qo'linglar bilan yaratsanglar bo'ladi. Mana shunga o'xshagan yaxshi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun meni profilimga albatta obuna bo'linglar. Bundan ham yaxshi videolarni xudo xolasa darsliklarni chiqarib turaman. Qolib ketmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. E'tiboringlar uchun rahmat.